Hammaga salom, bugungi videoyim antiviruslar haqida bo'ladi. Antiviruslardan to'g'ri foydalanish, antiviruslar bazasi, pullik bepul antiviruslar hamda kompyuterni viruslardan himoyalash. Videoni oxirigacha ko'ring va kompyuteringiz uchun maksimal himoyani ta'minlang. Antivirus turlari haqida gapiradigan bo'lsam, 3 xil antivirus turlari bor. Birinchisi bu pullik antiviruslar, ya'ni siz antivirusdan foydalanish uchun o'zingizga litsenziya sotib olasiz pulga hamda siz antivirusdan foydalanish huquqiga ega bo'lasiz. Ushbu antiviruslar ko'pincha Pro yoki Internet Security deb yoziladi, aynan shu jihati bilan ajralib turadi. Ikkinchi tur antiviruslar, bular bizlarga bepul taqdim etiladigan antiviruslar. Ushbu antiviruslarda asosan free deb yozilgan bo'ladi, ya'ni bepul. Hamda biz ushbu antivirusdan hech qanday pul to'lamagan holda qonuniy litsenziya asosida foydalanishimiz mumkin. Buning uchun bizga asosan antivirusni rasmiy saytdan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi xolos. Va uchinchi tur antiviruslar, bu keng tarqalgan antiviruslar hisoblanadi. Bu ham piratskiy antiviruslar, ya'ni pullik antiviruslarni kreklar yordamida yoki levi litsenziyalar yoki troyanlar yordamida aktivatsiya qilish. Bunda siz kompyuteringizga pullik antivirusni o'rnatasiz hamda shu bilan birga krek yoki qandaydir patch o'rnatasiz va pullik antivirusingiz aktivatsiya bo'ladi hamda ishlay boshlaydi. Ushbu antiviruslardan eng keng tarqalgani o'zim ko'rayotganim bu Asset Smart Security, ya'ni Not30 antivirusi. Ushbu antivirus haqida aytadigan bo'lsam, ushbu antivirusning bepul versiyasi yo'q, ya'ni ushbu antivirusdan foydalanish uchun biz litsenziya sotib olishimiz kerak. Lekin ko'pchiligimizga ko'raman, biror kishi antivirus uchun pul to'lamagan, lekin hammaning kompyuterida bilmadim nima uchundir Not32 turibdi. Ular aktivatsiya qayerdan qilyapti? Bu albatta krek yoki qayerdadir qanaqadir levi seriya nomerlar va shunga o'xshagan narsalar. Sirazi aytaman do'stlar, piratskiy antiviruslardan foydalanish umuman mumkin emas. Mayli, sizda qandaydir piratskiy dastur bo'lishi mumkin, piratskiy igra bo'lishi mumkin, biror bir. Birinchi bo'lib piratskiy agar sizda antivirus bo'lsa, agar ushbu antivirusni birinchi bo'lib o'chiring, chunki ushbu antivirusning aktivatsiyasini o'zida troyan virusi bor. Hamda ushbu virus sizga ushbu antivirusni aktivatsiyasi uchun yordam beradi. Bundan tashqari troyanlar kompyuteringizda xohlagan vazifasini amalga oshirishi mumkin. Prichom bu sizning ruxsatingizsiz, bu keylogger bo'lishi mumkin, bu sizning login parollaringiz bo'lishi mumkin, bu sizni kompyuteringizda saqlaydigan shaxsiy rasmlaringiz, videolaringiz, hamma narsa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun piratskiy antiviruslardan foydalanish umuman mumkin emas. Yaxshisi shunchaki bepul antiviruslardan foydalaning. Free versiya bu ushbu antiviruslar pullik antiviruslardan uncha farq qilmaydi. Zato sizda litsenziyali antivirus bo'ladi. Do'stlar, agarda sizlarda pullik antiviruslar o'rnatilgan bo'lsa, bu Not32 yoki Kaspersky Internet Security yoki shunga o'xshagan Internet Security bo'lsa va siz ushbu antivirus uchun hech qanaqangizga pul to'lamagan bo'lsangiz, ya'ni o'zingizga litsenziya sotib olmagan bo'lsangiz, ushbu antivirus piratskiy hisoblanadi hamda ushbu antivirusdan sizni kompyuteringizga faqat zarar kelishi mumkin. Hech qanaqangi ushbu antivirus sizni kompyuteringizni himoya qilmaydi hamda himoya qila olmaydi. Shuning uchun ushbu piratskiy antivirusni birinchi bo'lib kompyuteringizdan udalit qiling. Buning uchun panel upravleniyaga kirasiz. Bu yerdan melki znachkini belgilang hamda programma и komponenti degan bo'limga kirasiz. Bu yerdan o'zingizni o'sha piratskiy antivirusingizni belgilaysiz hamda udalit qilasiz. Bu bilan siz kompyuteringizning xavfsizligini yuqori darajada ta'minlab berasiz deb hisoblayman. Pullik antiviruslar haqida aytadigan bo'lsam, AV-test saytining ma'lumotlariga ko'ra 2019-yilning iyun oyidagi eng kuchli antiviruslar bu Windows 10 uchun quyidagi antiviruslar deb hisoblandi. Ushbu antiviruslarni ko'pisi pullik antiviruslar, ya'ni siz ushbu antivirusdan foydalanishingiz uchun litsenziya sotib olishingiz kerak bo'ladi va ushbu antiviruslar orasida bepullari ham bor, misol uchun Avast Free antivirus. Ushbu saytga aloqani videoni ostida qoldiraman. Ushbu saytga kirib, siz o'zingiz uchun antivirus tanlashingiz mumkin. Agarda siz o'zingizga antivirus sotib olmoqchi bo'lsangiz, ushbu sayt ma'lumotlaridan foydalanishingiz mumkin.
Eng keng tarqalgan bepul antiviruslar haqida aytadigan bo'lsam, bu birinchi uchratda albatta bu Zashitnik Windows, ya'ni Windows Defender. Ushbu antivirus Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 da o'rnatilgan va bu Microsoft tomonidan bizga taqdim etiladigan bepul antivirus. Kuchlilik jihatdan ushbu antivirusni juda kuchli deb hisoblab bo'lmaydi. O'shaning uchun ham Microsoft tashqi antiviruslardan foydalanishni maslahat beradi. Qolgan bepul antiviruslar bu eng keng tarqalgani bu Avast Free antivirus, Panda Security Free antivirus, Komodo Internet Security, Tencent PS Manager, AVG antivirus free, Adware antivirus free, Kaspersky free. Ko'rib turganingizdek, Kaspersky antivirusning ham bepul versiyasi bor, ham pullik versiyasi bor. Keyingisi Bitdefender free, Avira bu ham keng tarqalgan hamda 360 Total Security. Bundan tashqari yana bepul antivirus turlari bor, ular uncha keng tarqalmaganligi uchun aytib o'tmadim. Antiviruslar vazifasiga ko'ra 3 ta turga bo'linadi. Bular birinchisi antiviruslar, ikkinchisi antivirus Internet Security, ya'ni kompleks himoya, uchinchisi davolovchi dasturlar. Ushbu 3 ta vazifasiga ko'ra tur antivirus bir-biridan farq qiladi. Xo'sh, antiviruslardan boshlasak, antivirus nima? Bu kompyuteringizni zararli dasturlardan yoki viruslardan himoya qiladi. Lekin antivirusning minus tomoni bor, ya'ni kamchiligi, antivirus kompyuteringizga virus tushganidan so'ng, virus o'z ishini bajarib bo'lganidan so'ng, ushbu virusni topib, uni yo o'chiradi yoki unga qarshilik ko'rsatadi. Ya'ni antivirus kompyuterimizni virusdan himoyalamaydi. U kompyuterga virus tushishiga hech qanaqangi to'sqinlik qila olmaydi. Kompyuterga virus tushgandan keyin, virus o'zini ishini amalga oshirib bo'lgandan keyin antivirus ushbu virusni obnarujit qiladi, ya'ni ushlaydi hamda uni zararsizlantiradi. Bu antivirusning minus tomoni. Lekin shunday bo'lsa ham antiviruslar bizga kerak. Har holda u viruslarni o'chirib turadi. Ikkinchi vazifasiga ko'ra tur antiviruslar bu antivirus Internet Security, ya'ni kompleks himoya, Combine ham deyiladi. Bu ko'p vazifali internet xavfsizligi. Ko'pchilik platniy antiviruslar, pullik antiviruslar bizlarga aynan Combine, ya'ni kompleks himoyani taqdim qiladi, ya'ni Internet Security. Ushbu tur antiviruslarni oddiy antivirusdan farqi bu unda xavfsizlik devorining mavjudligi, ya'ni bu brand malware yoki firewall ham deb ataladi. Umuman olganda Windowsning o'zini ham brand malware bor, ya'ni Microsoft tomonidan taqdim etilgan, lekin ushbu brand malware pullik antiviruslar kabi bizni kompyuterimizni himoya qila olmaydi. Buni rus tilida messetavoy ekran deydi. Ya'ni bu kompyuterimizni internetga asosan ulagan paytimiz yoki LAN port orqali boshqa kompyuterlarga ulangan payti kompyuterga keladigan yoki kompyuterdan uzatiladigan ma'lumotlarni ushbu brand malware tekshirib filtrlab chiqadi. Agar unda virusni ushlasa, agar ushbu dasturni kompyuterimizga qo'ymaydi. Ya'ni siz internet kirdingiz, birorta faylni ko'chirib olmoqchi bo'ldingiz, kompyuter faylga tushishidan oldin, skachat bo'lishidan oldin, ya'ni qattiq diskka yozilishidan oldin brand malware tomonidan filtrlanadi, ko'rib chiqiladi. Agar ushbu faylda viruslar bo'lsa, agar brand malware sizga xabar beradi, ushbu dasturni siz ko'chira olmaysiz. Ya'ni xavfsizlik devori Internet Security bizni internet tarmog'ida yoki boshqa tarmoqlarda viruslardan himoya qiladi. Ya'ni kompyuterimizga virus tushishiga yo'l qo'ymaydi. Antiviruslar esa kompyuterga virusni o'tkazib yuboradi. Virus o'zini ishini boshlagandan so'ng u ushbu fayl virusligini aniqlab, uni yo davolaydi yoki udalit qiladi. Internet Security'ni oddiy antivirusdan farqi aynan mana shunda. Keyingi tur antiviruslar bu davolovchi antiviruslar, ya'ni lechishi utility deb aytiladi. Ushbu antiviruslar kompyuterimizni viruslardan himoya qilmaydi. Ushbu antiviruslarning vazifasi bu kompyuteringiz virus bilan zararlangan bo'lsa, ushbu viruslarni to'liq o'chiradi hamda viruslar yetkazgan zararni qoplaydi. Ya'ni viruslar sistemaga juda katta zarar yetkazadi, undagi fayllarni udalit qilib yuborishi mumkin yoki o'zgartirishi mumkin. Ushbu lechishi utilitylar yordamida siz o'zingizni Windowsingizni vastonavit qilib olishingiz mumkin. Ushbu lechishi utilitlardan eng keng tarqalgani bu Dr. Web,
ADV Cleaner, AVZ, Malwarebits, Anti-Malware. Bundan tashqari Kaspersky'da ham ushbu dastur bor. Ushbu dasturlar yordamida siz kompyuteringizni viruslardan to'liq tozalashingiz hamda viruslar yetkazgan zararni qoplashingiz mumkin bo'ladi. Mana antiviruslar qanday bo'lishini, turlarini ham bilib oldik. Endi savol tug'ilishi mumkin. Qaysi antivirus eng kuchli? Ushbu savolga javob juda oddiy. Bu eng kuchli antivirus bu yangilangan antivirus, ya'ni obnovit bo'lgan antivirus. Misol uchun sizda bir oydan beri yangilanmagan Kaspersky o'rnatilgan, ushbu bir oydan beri yangilanmagan Kasperskydan xohlagan shu kungi sanapsi bilan yangilangan antivirus ushbu Kasperskydan kuchli hisoblanadi. Yuqori himoyani ta'minlab beradi. Antivirus bazasi haqida gapirmoqchi bo'lsam, ya'ni antivirusni yangilab borish asosan litsenziyali, pulli yoki bepul antiviruslarda bu internet orqali antivirusni o'zidan amalga oshiriladi. Shunchaki siz kompyuteringizni internetga ulaysiz, obnovit bazu deb bosasiz hamda kompyuteringiz obnovit bo'ladi. Piratska antiviruslarda men o'zim hattoki Telegram gruppalarni ham ko'rdim. Bu yerda Note 32 ga bazani qo'yishyapti. Ham Note 32 ni o'zi piratski, ushbu antivirusni o'zida virus o'rnatilgan. Men bilmayman qanday qilib virusi bor antivirusdan viruslarga qarshi himoyalanish mumkin. Ushbu antivirus sizlarga bir tiyinlik foyda keltirmaydi. Kompyuteringizni tormoz qilib, unga viruslar to'plashdan boshqa hech ish qilmaydi. O'shaning uchun antivirus bazasini internetdan ko'chirib olish bilan boshingizni xotirib bitirmang. Antivirus shunchaki kompyuterni internetga ulaysiz, obnovit bazaga bosasiz, antivirusingizni bazasi obnovit bo'ladi. To'g'ri, ba'zi bir litsenziyali, ya'ni pullik antiviruslarda bir kishi litsenziyani ko'chirib olib, boshqalarga o'rnatsa bo'ladi. Bu ko'pincha asosan pullik antiviruslar uchun, ya'ni internet security'lar uchun. Ushbu antiviruslarda ushbu jihatdan baza ko'chirib olib o'rnatsa bo'ladi. Bu bilan siz internet trafikini ekonom qilasiz, ya'ni bitta kompyuterga bazani ko'chirib olasiz, uni 10 ta kompyuterga o'rnatasiz. Kompyuterni antivirussiz ishlatish mumkinmi? Ha, albatta, kompyuterni antivirussiz ishlatish mumkin. Buning faqat bitta oddiy sharti bor. Buning uchun kompyuteringizga Windowsni o'rnatasiz, o'zingizga kerakli dasturlarni, video kliplarni o'rnatasiz, kompyuterni antivirus bilan to'liq tekshirib chiqasiz. Viruslar yo'qligiga ishonch hosil qilganingizdan so'ng kompyuteringizda Wi-Fi dan foydalanmaysiz, Bluetoothdan foydalanmaysiz, piratskiy dasturlarni o'rnatmaysiz, kompyuteringizga fleshka qo'ymaysiz, disk qo'ymaysiz, kompyuteringiz orqali internetga kirmaysiz. Kompyuteringizni LAN kabel orqali, ya'ni set yordamida boshqa kompyuterlarga ulamaysiz. Agar ushbu ishlarni amalga oshirmasangiz, siz kompyuteringizni bemalol antivirussiz ishlatishingiz mumkin. Chunki ushbu kompyuterga virus hech qayerdan tusha olmaydi. Virusni tushishi uchun manba kerak. Manba bu asosan Wi-Fi, fleshka, disk, eng ko'pi internet, setovoy kabel boshqa kompyuterlarga o'rnatilgani. Bu ko'pincha ishxonalarda shunday, set yordamida juda ko'p kompyuterlar birlashtiriladi. Bu yana piratskiy dasturlar, har bir piratskiy dastur o'zida virus saqlaydi. Crack, softlar hamda Bluetooth yordamida ham kompyuterga virus tushishi mumkin. Yana shu narsani aytib o'tishim kerakki, hech qanday antivirus, hech qanday internet security kompyuterimizni viruslardan to'liq 100% himoyalay olmaydi. Chunki sababi juda oddiy. Bu fakt, viruslar antiviruslardan oldin yoziladi. Ya'ni birinchi virus yozuvchi, hacker yoki oddiy dasturchi virusni yozadi, uni internet bo'ylab barcha kompyuterlarga tarqatadi, barcha kompyuterlarni zararlaydi. Hamda kompyuteri zararlanganlar bu haqda antivirus laboratoriyalarga xabar beradi. Misol uchun Kaspersky bo'lishi mumkin. So'ngra ushbu kompaniyalar, antivirus kompaniyalar ushbu virusga qarshi antivirusni bazasini yaratadi. Hamda siz bazani yangilaganingizdan so'ng ushbu virusga qarshi siz himoyalana olasiz. Shuning uchun hech qanday antivirus kompyuterimizni 100% himoya qila olmaydi. Antivirus bazasiga keladigan bo'lsak, antivirus bazasi 2 soatda eskiradi. Ya'ni siz kompyuteringizni bazasini hozir yangiladingiz, 2 soatdan keyin ushbu baza o'sha eskirgan hisoblanadi. Antivirusdan to'g'ri foydalanish haqida aytadigan bo'lsam,
Kompyuterga ikkita antivirus o'rnatish bu mutlaqo noto'g'ri. Bunday umuman qilmang, chunki kompyuterga agar ikkita antivirus o'rnatsangiz, ushbu ikkita antivirus bir-biri bilan kelishmasligi natijasida kompyuteringiz buzilib qolishi mumkin. Aytishingiz mumkin, Windows'ning o'zini antivirusi bor, ya'ni Windows Defender. Bundan tashqari men agar Avast o'rnatsam, bunda kompyuterimda ikkita antivirus bo'lib qoladi. Bu qanday deb. Gap shundaki, agarda siz kompyuterga biror bir tashqi antivirus o'rnatsangiz, ya'ni Microsoft Защитникdan tashqari, ushbu Microsoft Защитник avtomatik tarzda o'z ishini to'xtatadi hamda barcha o'zini vazifasini siz o'rnatgan antivirusga ko'chirib beradi. Ushbu muammo eng oxirgi Windows 10lar bilan umuman bo'lmaydi. Eski Windowslar bilan bunda muammo bo'lishi mumkin, ya'ni siz kompyuterga antivirusni o'rnatasiz, kompyuterga antivirus ham ishlaydi, bundan tashqari Windows Защитник ham ishlaydi hamda kompyuterga nagruzka tushadi, kompyuter to'g'ri ishlamaydi. Oxirgi yangilangan Windows 10larda esa ushbu muammo umuman yuzaga kelmaydi. Shuning bilan videoyimni yakunlayman. Agar video sizlarga qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa agar, unda albatta like tugmasini bosishni unutmang. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing, kanalimga albatta obuna bo'ling, podpisatsiya bo'lishni unutmang. Bundan tashqari keyingi videoyim bepul antiviruslar haqida bo'ladi. Ya'ni men ushbu bepul antiviruslardan bittasini olib, noldan boshlab uni kompyuterga o'rnatish hamda undan foydalanishni ko'rsatib beraman. Shuning uchun videoni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga podpisatsiya bo'ling. Savollaringizni video kommentariyasida qoldiring. Bundan tashqari Telegram kanalimga ham a'zo bo'lishingiz mumkin. Bu yerda yangi videolarim haqida ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha yangi imkoniyatlar sari.